Chumolilar saltanati. Bu dunyoda tirik jon borki, hammasi harakatda. Zarradek jonivordan tortib bahaybat maxluqlargacha o'z tashvishi, maqsad-muddaolari bilan andarmon. Yashash uchun kurash bir soniya ham to'xtamaydi va yer yuzidagi hayotning davomiyligini ta'minlab turadi. Erkin Malik qalamiga mansub ushbu qissada ana shunday jonzotlardan biri, chumolilarning o'ziga xos dunyosi bilan tanishasiz. Jasorat va qo'rqoqlik, sadoqat va xiyonat, olijanoblik va olchoqlik kabi jihatlar ularga ham begona emasligiga guvoh bo'lasiz. Bu jajji qahramonlarning quvonchiga qo'shilib, qayg'usiga sherik bo'lasiz. Chumolilar saltanati – bu chumolilarning hayratlanarli dunyosi. Bu kichkina, ammo mehnatkash jonzotlarning ajoyib jamiyatini kashf eting. Erkin Malik chumolilar hayotida jasorat va xiyonat, sadoqat va aldash, olijanoblik va pastkashlikka o'rin borligini hikoya qiladi. Bu asarni o'qish orqali chumolilar dunyosiga sho'ng'ing va o'zingiz uchun ko'p yangi narsalarni kashf eting. Chumolilar saltanati kitobini o'qishdan zavqlaning. Zafarobod tuman axborot kutubxona markazi sizga maroqli mutolaa tilaydi.